Siz Minecraft o'ynayapsiz va to'satdan zerikib qoldingiz. Bir bu jinurga ishlayaptimi o'zi? Hozirgi barcha telefon o'yinlari bir yo'l, shunchaki turli xil ko'rinishda. Shuning uchun ham bugungi ro'yxatimizda bor bo'lishi kerak bo'lgan o'yinlar: chiroyli grafon, bug va viruslarsiz, maza qiladigan va bularni tortib olish uchun tekin silka. Xo'sh, boshlashdan oldin o'zingizga choy damlab oling. 10-chi o'rinda Rally Horizon. Boshqa avto o'yinlariga qaraganda bunda qochishlar yo'q, baglar ham yo'q. Rally Horizon avto simulyator o'yinidagi janr bo'lib qolishga kirtarishni o'ylab o'tirgan. Men bu ma'lumotlarni o'zi kimga aytyapman, baribir hammaga po'xo'y. Xo'sh, o'yinga kirdim va menga nima berganini bilasizlarmi? Sassiq bir urut mashinani berib, mashina olish uchun poygalarda qatnash va pul yo'q. Is your birthday October, November, Lekin men o'yinga maza qilish uchun hamda xohlagan mashinamda o'ynash uchun kirganman. Shuning uchun ham men bu muammoni hal qildim. Shunchaki video opisaniyadagi silkaga bosamiz va o'yinni tortasiz va qarabsizki, sizga 999 ming tugamas pul va xohlagan mashinalar tekinga sotib olsanglar, axir bu mazza emasmi? O'yinda turli xil mashinalar, bundan tashqari yozgi, qishki va yomg'irli rejimlar ham bor. Axir bu mazza emasmi? Va bu bitta o'yinning o'zida. Va bundan tashqari bu eng stabil telefonlarda ham o'xshaydi. Agarda sizda 64 gigabaytning o'zi bo'lsa ham. Lekin Mercedes emas, Mercedes, xuddi Adidas emas, Abibas yoki Dolce Banana singari. Albatta, Mercedeslarda o'ynab ko'ringlar, silka opisaniyada. 9-o'rin Color Pump 3D. Bu yerda sizning asosiy maqsadingiz boshqa figuralarga tegmasdan o'zingiz shaklingizdagi figuralarni buzib finishgacha yetib kelishingiz kerak. Video shunchaki dahshat. To'g'ri, bu yerda shiddatli ssenariy yoki chiroyli grafon bo'lmasligi mumkin, ammo siz zerikkaningizda bo'sh vaqtni o'tkazish uchun ajoyib tanlov o'yin. Albatta, bu o'yinni o'ynab ko'rishlarda maslahat beraman. Ammo o'yindan kirishingizdan oldin internetingiz yokida Wi-Fi'ingizni o'chirib qo'ying, chunki umringiz davomida ko'rmagan reklamalarni guvoh bo'lasiz. Agarda boshqa figuraga tegib ketsangiz, o'yin shu zahotiyoq tugaydi. Men o'yinni boshlaganimga attiga 2 hafta bo'ldi va mening levelim allaqachon 54. Albatta, o'zingizlarning levellarni yozib qo'yinglar. Umuman olganda o'yinga chidasa bo'ladi. Silka opisaniya. 8-o'yin ilojsiz o'yin atalmish Devil o'yini. Bu o'yin sizga ko'p sabr talab etiladi, chunki bu o'yin sizni yaxshigina asabingizni qotiradi va bu o'yindan sanoqligina insonlar o'tadi. Xuddi menga o'xshagan. Mayli bo'lib turadi-ku, hozircha noob bo'lsam. 2000 years later. Salom do'stlar, men hozir ko'proq nimani xohlayotganimni bilasizlarmi? O'sha yaratgan insonni oldiga borib, bor kuchim bilan. Xullas, kimdir qiyinchilikni yaxshi ko'rsa, unda marhamat, ushbu ajoyib o'yinni o'ynab ko'rishinglarni maslahat beraman. 6-o'rinda men Death Strandingni qo'ymoqchi edim, lekin u faqatgina iOS telefonlari uchun bor. Bundan tashqari kamida iPhone 15 lar bo'lishi kerak. Bunaqa o'yinimizga naqu kerak bor. Yashasin Android. Shuning uchun obunachimiz taklif qilgan West Game Fighter o'yini bu SRD sal eslatib yuboradi-ku. Uning aytishicha, ha, juda ham zo'r o'yin. Bu o'yinlarni barchasini sizlar men Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Silka opisaniyada. O'yinning plus taraflari: grafika. Bu qanday realistik o'quv va qaranglar. 5-o'rinda The Walking Zombie 2. Orangizda kimdir ahmoqona zombi o'ynamagan bo'lsa, unda marhamat, ushbu ajoyib o'yin sizlar uchun. Bosh qahramon zombi ayoldan tug'iladi. Nima? Что так можно было, что ли? Bunga o'yinga ham birinchi reaksiyam nima? Bu qanaqa jinnichilik? Bu qanday o'yinlar o'zi? Bu nima o'zi dedim. Lekin keyinchalik bosh qahramonga ism tanlashimni qo'ydi. Keyin esa men Pidoras. Menimcha mos ism qo'yganga o'xshayman.
O'yin syujeti nimani tanlashingizga qarab o'zgaradi. Men aniq qanaqa zombilar borishini aytmayman, lekin tanlayman, ular ancha kuchli. Men ba'zi joylarda hattoki soatlab qolib ketdim va bu juda ham qiyinchilikni tug'diradi va bu yerda hattoki bu zombilardan tortib juda ham katta gigant zombilargacha bor. Albatta o'yinda o'ynab ko'rishlar. 4-o'yin Age of History 2 o'yini. Agarda siz o'z imperiyangizni yaratmoqchi bo'lsangiz hamda strategik o'yin o'ynab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu o'yin albatta siz uchun. Bu yerda turli xil davlatlar, hattoki O'zbekiston ham bor va buni tortishinglar juda ham zo'r va siz bu yerda aniq qiynalasiz. Chunki siz nafaqat o'z imperiyangizni qurasiz, balkim kuchli davlatlarga qarshi mayda davlatlar bilan birlashib o'z imperiyangizni kengaytirishingiz hamda kuchli davlatlarni o'yindan chiqarib yuborsangiz ham bo'ladi. Axir bu ajoyib emasmi? Silka описаниеda. Men birinchi bo'lib O'zbekistonda ushbu o'yinni sinab ko'rdim va ko'rishlar mumkin. Men birinchi bor ruhan tayyorlanib olishim kerak. Okey, endi bo'ldi. Mana ko'rib turganlardek biz Qirg'izistonni bosib oldik hamda Tojikiston. Rossiyada esa ahvoli unchalik yaxshi emas, chunki bu yerda Xitoy kelganmi, Qozog'istonmi, Ukrainalarmi, ular birlashib bosib olgan. Shuning uchun ham sizlar qo'shni davlatlar bilan birlashib katta davlatlarni bosib olishingiz mumkin. Xuddi Rossiyani birlashib kichkina davlatlarni bosib olgan singari. Aynan agarda strategiyani tanlasangiz, Kombat o'yin agarda siz do'stingiz bilan birga bir o'yin telefonda jang qilmoqchi bo'lsangiz, bu o'yin albatta siz uchun. Bu yerda turli xil har xil personajlar, hattoki Terminatormi yoki-da Jokermi yoki boshqa personajlarni ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda telefonda butlar stabil telefonlar uchun, ammo men janglarda hammasini ko'rsata olmayman, chunki bu YouTube algoritmi uchun juda ham shafqatsiz va hattoki ban berishi mumkin akkauntimga. Shuning uchun ham o'ynab ko'rishlarini maslahat beraman. Ссылка описаниеda. Ikkinchi o'rinda I'm a Cat o'yini. Bu o'yin o'zga dunyoda o'zga dunyoda qanoatlashtirilgan o'yin. Bu o'yinda sizni asosiy maqsadingiz sizga berilgan topshiriqlarni bajarishingiz yoki-da oddiy kelib o'yin kulgu qilishingiz, hattoki sizni egangiz bo'lgan babulyani ham maza qilib asabiy o'ynashingiz mumkin va bu juda ham zo'r. Aytgancha, bu o'yinda sizlar Roroning o'yinlarida ko'rgansizlar. Voy, Mosha! Men seni sog'aman, Mosha. Hoppa, ke, ustingdan sotmasam bo'lmaydi, Mosha. Uzrchan, lekin bu yomon narsa emas-ku. Uyatli narsa emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri, mashinga sog'ib olmaymanmigina? Umrimda men lekin voydod kattaligini. Voy, o'zingni bos, Mosha, yuvosh. Tepma faqat. Hoppa. O'yin bomba grafikada ishlangan va siz bu yerda xohlagan jinnitchilarni qilsanglar bo'ladi. Xohlasangiz kitoblarni tushirasiz, uyda stol o'tasiz yoki-da babulyani asabiga tegasizmi, farqi yo'q. Axir bu ajoyib emasmi? Ссылка описаниеda. Mana yorug'lik tezida ham birinchi o'ringa yetib kelibmiz. Bunaqada video juda tez tugab qoladi-yu. Video uzunroq bo'lishi uchun men sizlarni 10 soniya kuttiraman. 1 2 3 4 5 6 7 8 o'zim ham sabrim chidamay ketdi. Birinchi o'rin GTA San Andreas. Ha, bu telefonlar uchun anchadan beri mavjud bo'lgan qiziqarli o'yin. O'sha mashhur Rockstar tomonidan ishtirok etilgan sarguzashtli va otishmali o'yin. Ochiq dunyoda siz bu yerda xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz ishga kirasiz, bank nomerasini, mashinani portasizmi va hokazolar. Axir bu ajoyib emasmi? Va o'yin syujetini siz nimani qarab tanlashingizga qarab o'zgaradi. To'g'ri, hayratlanarli darajada grafika yo'q, lekin o'yin syujeti ancha maroqli.
Mana shunaqa qilib o'z videomiz ham nihoyasiga yetdi. Sizlar albatta videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Yana o'sha gap, barcha modlar deymana, barcha o'yinlar o'zimning Telegram kanalimda bo'ladi. Albatta o'tib tekinga yuklab olishinglar mumkin. Men to'g'risi bu kanalimda faqatgina Minecraft qilmoqchi emasman va shuning uchun lirik chekinish qilib shu videoni chiqarishga qaror qildim. Albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling. Va bo'ldi. Va bu materiallarni yig'ishim hamda videoni tayyorlashim ham soatlab vaqt oldi. Shuning uchun ham videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Va sizlar bilan Present GJ bo'ldi.